Oybek aka. Mana bu pulni olib kechqurun keladigan Farrosh opaga berib qo'ying. Yaqinda o'g'lini to'yi ekan. Harni bizdan yordam bo'lsin. Bunaqa pullarni ehson qilishga yetib kelish ham oson bo'lmagan bo'lsa kerak a. Hammasiga sababchi ayolim. Tuxumdan boshqa hech narsa yo'q degan. Bir amallab shuni pishirib turgan. Kechqurun nasib qilsa bozorlik qilib kelaman. Adasmasiga har doim ishonganman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qaddizni ko'taring. Men ustaman. Oila sharoitim ham bunaqa zo'r emas. Lekin oilamdagi kamchilikni yo'q qilish uchun o'zimni o'qqa cho'g'ga urdim. Har xil ishlarda ishladim. Dastavkada ishladim. Hattoki oilam uchun mardikorchilik ham, gruzchilik ham qildim. Erkak kishi qila oladigan har bir ishni qildim. Ayolim esa tinmay duo qildi. Ey Allohim, hojam ishlarini rivojini bergin. O'zing hamma narsani berguvchi zotsan. Ularga barokatingni ortig'i, afzali bilan bergin. Har qanaqa holatda ham ularning yonida bo'lishimga kuch ber. Tinimsiz harakat va ayolimning duolari orqali ishlarim yurishib, o'z tijoratimni boshladim. Menga Italiyadan olib kelgan ko'chatlaringiz yoqdi. Hamkorlik qilishga nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Boshladik. Ayolim men bilan birgalikda boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib yashadi. Boshqa ayollarga o'xshab